Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Navbatdagi reyslarimiz Toshkentdan Rossiyaga, Rossiyadan Toshkentga mana qo'yildi. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Kerakli ma'lumotlarni ham ekrandagi raqamlar orqali bilib olsangiz bo'ladi. Sharoitlari juda yaxshi, ichida tualeti bor, telefon zaryad qiladigan joyi, konditsioner, barcha, ya'ni xolodilnik, kamera naблюдения, barcha sharoitlari bor. Mana odamlarimiz asta-sekin birinchi avtobusga kelishyapti mana bunga. Bunisi ham hozir ketadi, xudo xolasa. Bitta narsani iltimos qilgan bo'lardik, odamlarga yaxshi yetib borish uchun, bizning avtobuslarimiz yaxshi yetib o'sha odamlarga ko'rinishi uchun podpiska, layk va kommentariyalarni ayamanglar, savobga qolasizlar. Iltimos sizlardan. Qancha ko'p layk, kommentariya bo'lsa, shuncha ko'p odamga ko'rinadi. Ko'pchiliklar Qozog'istonga ketib qolib, qiynalib shunaqa bo'layotibdi. Xudo xolasa bizni mana shu avtobuslarni yetkazsalar, sizlar ham savobga qolgan bo'lasizlar. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.